225 ming so'mga mana bunaqa o'yinchoq wobbler bilesnalar ishlatadigan, ixcham bo'lib yig'iladigan tayyor qarmoq bermoqchi. Qarmoq yig'ilganda 5 ga bo'linadi, juda ham ixcham bo'ladi. Yig'ilgandagi razmeri 50 sm. Bu qarmoq 5 grammdan 30 grammgacha bo'lgan, mana bunaqa o'yinchoqlarni ishlatishga mo'ljallangan. Bu safar sizga tanlov keng. Xohlasangiz qarmoqni 210ligini, xohlasangiz 228 yo bo'lmasa 240 razmeridan olsangiz ham bo'ladi. Katushkasi patchinili, metal shpulyali bo'ladi. Bunda ham sizga уже tanlov bor. Xohlasangiz leskada, agar xohlasangiz mana bunaqa plyonkalardan qo'yib foydalansangiz ham bo'ladi. Qarmoq Tuxay brendiga tegishli, soni chegaralangan. Agar sizga mana shunaqa bilesna wobblerlar ishlatadigan qarmoq kerak bo'lsa, kelib olib olishingizni tavsiya beraman. Shunda 225 mingga nima olyapsiz? Bitta ixcham bo'lib yig'iladigan qarmoq, bitta katushka, unga bitta plyonkani ham qo'shib beraman. Oddiy 2 ga bo'linadigan qarmoqlarga nisbatan 2 yoki 3 barobar ixcham bo'lib yig'iladi. Har bitta qarmoqning o'zida mana bunaqa chexoli bo'ladi. Bu ham sizga ishlatishingizda ancha qulaylik beradi. Agar hech narsani tushunmagan bo'lsangiz, hozir siz uchun boshqatdan qaytaraman.